Men yağıqning sayısba xo'sh yoqqa o'xshamamda. Do'qchining muzini azroq ekilib tubi o'tdag'izga bir yelpib qo'yaymi? Keyin nima bo'ldingiz? Nimanchalar qaqshab kelasiz? Nima bo'lgandingiz? Bu erkish qilg'ashni qilib o'ltadim men bu yer bika o'ltamidim. Uyning ishini, qozonning ishini, hamma mol chorva qaragan ishlar oz kelgandek, ham erkish qilg'ashni qilib men o'ltasam gap ketdim ha. Nima bo'libsiz qaqshab to'xtamay? Bunda deb qo'yang. Uydik chaqda polo lag'ma yeydigan zuvaningni, kaniyingni bir taqtibeshib qilib qo'ymaydigansa? O tamoq degani jo'q qara qo'saq os yeydigan narsa shu. Yap balla mana. Shu haqmicho yeganga qilib ishlaydigan gap mushta. Bir yer bir ishlam ishlason, ayol kishi o'ngda yetib go'sh yesin deydigan gap yo'q. Ha shu oshunda bo'lg'ashmab atdiganingiz ishlab herib charjab holimdan ketdim. Bu ozroq orom olib o'ltasam nima bo'pti? Nimanchilar qaqshab ketsiz? Emuş bir doppandaki yani çep boğuça bir öpken sangılap kaldım senin. Ülügün işçimez şu avuça. Hele etles yipeknen, hele ürümçü golcunun gipini kılsa. Bir yege bağlı, işte bir neslini ep keygilço, ima yanak yoğun pişip yeg pok düşkende setep pul oğanda andın kildiğen bilme o. Bunda değil. Ma alttan yankı yazı işlep, yerip çarçap, halimden gelip işlep bir şeyde siz yaraplamak oldum ben boğan diken, ma ketmanınız çok kara özünüz yapayım. Ne var sen? Toplum ne mayada? Yakımsan, ne işimi sıksa ettiğin o yani? Ne tutukta? Sen saran kıncılı bana hem diket. Vay bu erkiş ayaksızgan nerede ba? Erkişuma kim usul demde? Şu usul dep ağam ben bunu. Bak tula bir erkutundan ışık arlaşmay. Ne paraydım abi? Bir bakıqınızı çeçin hemen. Ben ses qilganingizdan qo'rqman, men ham narkozda qildi demaydi. Bu qaysi zamon o erkish ayolishni urdigan? Qaysi zamon ma kalendar qarab uriblaymi xanam? Hadi bo'lmaydi. Nuriyman. Manga ne bay? Kelisi ish kuch tüköndim ishadi. Qarab turmasin bering kayindan. Vay neymiş qilmoning kayindan biri. Muzayning yuguri samalliq ishadi deb ekan. Qarab turgan 2 kun dikildab kildim ishadi. Qayintamdan qarg'ida gali yo'q uningga. Ma ayol kishini ma'qul ojiz deb qarang ayol kishini bunday bo'zaq qilmang bo'lamda siz. Qarang men sizga bir misol keltirib beraman. Bir ayol kishi qarang bir oshxonaga kirib, oshxonaga yegan tamoqi eg'izga tetmagan bo'lsa, ikkinchi qitim oshxonaga kirmaydi. Bir ayol kishi satrashxonaga kirib, satrash chechini buzib qo'ysa yoki satrashxonadagi satrashlarning muomalasi yaxshi bo'lmasa, ayol kishi ikkinchi qitim satrashxonaga oyoq osmaydi. Ma ayol kishi ma'qul o'ziga bir qur kiyim-kechak ilib, kiyim-kechak ma ayol kishi rohatlik beg'ishiyamsa, ayol kishi kiyimni ikkinchi qitim kiymaydi. Ma ayolingiz nima uchun sizning qishingizni izchil turdi bilamsiz? Nima ish sizning tillahaningizni anglab, tayoq to'g'ingizni yeb-yegan izchilingiz turaverdi bilamsiz? Bu qarang sizni yaxshi ko'rib, sizdan voz kechirmoq uchun emas, balki farzandingiz qarang yetim bo'lib qolmasin, dadsiz qilib qolmasin deb qo'rqqanlik uchun. Ma ayolingiz bağlı sizin bekirek farzandiga bir dadisidan bo'lmaydiganligini ma'qul obdan bildi. Şuna sizning til ahantingizni anglab, tayoqingizni yeb to'simi, yana tishlab sizning yiningizda izchil qoladi. Ma ayolingizni hurmatlang. Ma ayolingizni ma'qul azroq bo'lsin illiqlik yetkazing. Tushundingizmi? Ma ayolingizni qancha hurmatlasangiz, qancha obro'yini qilsangiz, ma bir erkish bo'lgan o'zingiz uchun yaxshi. Bizning anlarmi aqsuq ketgan azroq ishlar bilan. Men yangi texima suyuqlanadigan o'g'itlardi, men quyita deb kelgandim tag'i. Qarang, ma tashna shirkatininki Keylishim markasidagi ozuqliqim shuncha yuqori bo'lgan, ma u suyuqlanadigan o'g'it kedan. Bu o'g'itning ozuqliqim shuncha yuqori ekan, anoniki ma shu ziroat bo'lamdi, aniki ma mevalardan bo'lamdi, uniki saykuklar bo'lamdi, chiqib har qanday bir yildizi borki o'simlik bo'lsa, qarang o'sishini tezlatirgan. Keyin qarang ma yem yumshtib, ma tuproq munbatlashtirib, ma o mulusin miqdorini qarang oshirdi ekan. Unga ma ziroatlarga shunchalik ozuqlik yetkazdi ya qarang. Do'st yaxshi ekan-ku. Buni qanday charchamdiq yoki? Bu qarang suyuqlanadigan o'g'itdan, ma shu suvga quyib qo'ysangiz qarang, shunchalik unum yaxshi ekan. Unda o'z menama el yangiqim su kelmoqchidi. Mushu suyuqlantirilgan o'g'itni echiqning beshiqlam quyvatsam bo'ldigash ekan-ku. Ochtilik qilsangiz bo'lgan bu o'g'itni. Ma o'g'itni siz ishilting, keyin bizga bir ap berasiz. Men berasiz, ayolingiz aytay mabaq qilib ketsin. Ma arda texnik o'qishmaslar chiqdi. Ma'qul. Buradan sen berib kelay-ya? Ma'qul. Keylishim markalik o'g'itni sotib olmoqchi, vakolatchi bo'lmoqchi bo'lsangiz 189 9905 97 71 degan nomer bilan aloqalassangiz bo'ldi.